qizlar savollar yozishadi. Ayollar ham dasturchi bo'la oladimi degan. Ayollar ham dasturchi bo'la oladi. Ko'pchilik bilishmaydiki, birinchi dasturchi ayol kishi bo'lgan. Buni eshitgan erkaklar ko'pincha hazil qilib, shuning uchun ham dasturlash tillarini tushunib bo'lmas ekanda, qiyin yozilgan ekanda degan ma'noda hazil qilishadi. Ayollar ham dasturchi bo'ladi. Bizdan ko'ra chet ellarda ayollar ko'proq dasturchi bo'ladi. Nima uchun? Chunki ko'pincha yo karyerani yoki oilani tanlash kerak bo'ladi. Nafaqat dasturlash bo'yicha, istagan kasb egalari bo'yicha hozir gapiryapman. Sababi erkak kishi ishxonaga borishi mumkin, ishdan qaytib kelishi mumkin. Bo'ldi, oyog'ini cho'zib yotishi mumkin. Men charchadim degan ma'noda. Ayollar nima qilish olmaydi. Ular bolaga qarash kerak, ovqat qilish kerak, kosa tovuq, kir, erini yaxshi kutib olish kerak. Shulardan ortsagina dasturlash bilan yoki boshqa narsa bilan shug'ullanishi mumkin. Shuning uchun ham bizda sal kamroq. Aslida ayollar fikrlash doirasida menimcha erkaklardan balkim aqlliroq ham bo'lsa kerak. Endi ayolni o'ziga ham bog'liq deb o'ylayman. Bu narsa umuman ayollar haqida ko'p hazillar yuradi. Misol uchun shunaqa gap ham bor ediki, ayollar bir-biriga do'st bo'lmaydi degan gap bor. Bitta erkak aytib beryapti, ayollar bir-biriga do'st bo'lmasligini men isbotini ham topdim. Sevgan qizimni uyga olib keldim, uydagilar bilan tanishdim. O'g'lim o'g'li bolada yaxshi kelishib ketdi, xotinim kelisha olmadi degan ekan. Sog' bo'linglar.